Bomdod namozining vaqti aytaylik 1 soat bo'ladigan bo'lsa, shuning avvalgi yarim soatida qazo namozlar o'qib, keyingi yarim soatida bomdodni o'qisa bo'ladimi yoki aksincha, avval bomdodni o'qib olib, keyin bomdodning vaqti chiqquncha qazo namozlar o'qisa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Namozda makruhot vaqtlari bor, ya'ni namoz taqiqlangan muhim 3 ta vaqt bor. Quyosh chiqib turgan vaqt, quyosh tikkaga kelgan vaqt va quyosh botib turgan vaqt. Mana bu vaqtda umuman namoz o'qishlik taqiqlanadi. Illo magaram o'sha kunda asrini o'qsagina bo'ladi. Va mana bu vaqtlarda qazo namoz ham, nafl namoz ham o'qilmaydi. Lekin namozi bomdodning vaqti kirganidan quyosh chiqquncha bo'lgan vaqt oralig'ida va asr namozini o'qigandan keyin to'yinki shom vaqti, ya'ni quyosh botguncha bo'lgan oralig'ida nafl o'qsa makruh, nafldan boshqa qazo namozlarning o'qsa mumkin bo'ladi. Mana savolda berilgandek, bomdod namozining vaqti kirgandan keyin to quyosh chiqguncha biroz 1 soatdan ortiqroq taxminiy vaqt bo'ladigan bo'lsa, afzali avval qazo namozlar bilan mashg'ul bo'lsa-da, ana undan keyin o'sha mustahab bo'lgan namoz vaqti, ya'ni bomdod namozini o'qishlik mustahab bo'lgan vaqt bor, ya'ni bu kun yorishganda o'qishlik kerak, mustahab bo'ladi. Mana shu vaqtda bomdod namozini o'qishlik afzal bo'ladi. Ya'ni subh kirgan vaqtda qazolar bilan mashg'ul bo'lsin va kun yorishgan vaqtda, albatta quyosh chiqishidan ancha oldin makruh vaqtiga olib bormagan holatda bomdod namozini o'qisa afzal bo'ladi. Vallohu a'lam.